Xorazmliklar shoddansizlar. Sizlarda shunchalik shirin go'shtli non borligini bilmagan edim. Shunaqa 777 lik tog'orachalarni olib ikkita tuxum chaqib tuz solib, qattiqqina qilib xamir olamiz va uni xamiri birinchi 20 daqiqa tindirib qo'yib, keyin yana 4 ta zuvalaga bo'lib, yana 20 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Bu orada farshlarimizni tayyor qilib olamiz va albatta xamirni yoyib, orasiga yog' surib, xuddi shunaqa yog' surib farshlarimizni yoyib chiqamiz. Ikkinchi xamirni ham yoyib, uni ustidan qo'yamiz. Mana ko'rdinglarmi? Uni ham ustidan yog' qo'yib, xuddi shunaqa farsh qilamiz. 2 qavat qilamiz va albatta o'rab chiqamiz. Qo'rqmanglar, go'shtlari chiqib ketib yoki xamir yirtilib ketsa qo'rqmanglar. Juda ham past gradusda, juda past gradusda, 150 gradusda 1 soat 20 daqiqa pishiramiz va vilkani shunaqa urib chiqamiz. Xuddi shu uslubda qovolisini ham shunaqa qilib tugib olamiz. Qovolisi ham juda ham shirin chiqar ekan. Qo'rqmaydi, ichi orasi oyim ataylabdan so'radilar, pishadimi deb. Pishdi, juda ham даже shirin chiqdi, ishoninglar. Bir marta shu uslubda